Assalomu alaykum, qadrli basseyn obunachilari. Ana xudo xolasa o'sha Samarqanddagi basseynimizni karkas to'qish ishlari ketyapti. Bugun 10-martmi? Bugun 10-mart. Ana karkasda davomini videosini qo'yamiz dedik. Bunga endi mana montaj ham ulanib ketyapti. O'sha karkas to'qishni qiziqqanlar uchun ichkariga kirib oling. Hop, mana 30 santimetrga 20 santimetrlik karkas to'qilgan. Bu ikki qator mana. Nimaga armatura ko'p ketadi deganlarga mana ikki qator to'qilgan. Hop. Mana pol bilan devorni ulanib ketishligida mana shu narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Mana. Bu narsa bunda chiqib turib qayrilib ulanib ketgan, siveska bo'lgan. Ikkinchi qatoriga mana ikkinchisi ulanadi. Hozir qanday ko'rinish uchun men yon tomondan ko'rsatib beraman. Mana bu ikkinchi qator uchun mana hali boylangan yo'q. Nargisi birinchi qator uchun. Keyin mana cherezaning boylanishini ham o'tgan safar tushuntirib o'tdik. Nimaga cherezaning 60 sm boylanayotganini mana bunaqa qilib diabrazni qilib boylab chiqiladi. Ana hozir montajlari ham bo'lyapti, turba montajlari ham. Aytib o'tganimdek, birinchi sloy pol to'qib bo'lib turib, orada montaj qilib yuboriladi. Shu bilan ikkinchi sloy bo'lib ketadi. Ko'pchilikda xato bo'ladi. Mana shu birinchi qatorni ham, ikkinchi qatorni ham to'qib olib turib, keyin montaj qiladi. Mana bu turbalarni ikkita armaturani orasiga kirgizgani qiynaladi o'tkazgan. Shuning uchun ikkinchi sloyni ham qilib olsa oson bo'ladi. Hozir turbalar, skimerlar ham tashlanadi bu narsa. Ikkinchi sloy to'qilayotganini ham ko'rsatamiz. Xo'p, bu basseynimiz 18 metr bo'layotgan bo'lsa, bunaqasi 10 metr. Shunga mana shu turbalar montaj qilinishidan 3 qator tashlanadi. Har bitta qatorda 8 ta. Maksimum orasi 2 metr bo'lgani yaxshi turba. Bundan uzun bo'lib ketsa ham davleniya pasayib qoladi. Bundan kalta bo'lib ketsa ham effekt bermaydi. 2 metr yaxshi variant. Devordan ham 2 metr qochgan. Tamom. Orasi ham mana shunaqa razmerda bo'ladi. Xudo xolasa mana. Tomonlari ham devori bo'lgan. Endi hozir qisqa video qilib beraveraman. Hozir mana montajlari bo'lgandan keyin mana shu turbani montaj qilayotganda ham ko'pchilikda bitta xato bo'ladiki, misol bu turba kirib ketishligi kerak mana bu tomonga, yamaga. Mana bu yerda yama bor. Bitta filtr turadigan joyi bo'ladi. Mana bu karkas u tomonda. Ko'pchilik manetdan suv ulaydi bu boshidan turbani. Mana aytaylik, mana bu boshidan. Shunda betdan ulangan suv u tomonga borguncha davleniyasi pasayib qoladi. O'shanda u yoqda razmer boshqacha bo'lib qoladi. Shuning uchun mana 8 ta farsinga qo'yilayotgan bo'lsa, 1, 2, 3, 4. 4 tadan keyin o'rtasiga mana bu ulansa, ikkita tomonga bir xil davleniya bosim suv yetib boradi. Suv chiqishi bir xil bo'ladi. O'rtadan ulash kerak. Buni yondan chiqarib, bu tomonga filtr yamaga olib kirib ketilaveradi. Chetlarga skimerlar qo'yiladi. Hozir ularni ham videolarni joylaymiz. Montaj bo'layotgan holatda. Bir qator, ikki qator, uch qator tushadi. Xudo xolasa qiziqqanlar kuzataveramiz. Bu turbalar mana qashayib ketmaslik uchun hozir armatura qoqib boylab chiqishyapti. Beton quyayotganda u yoqqa bu yoqqa siljib qolmaydi. Chunki mana bunaqa ip tortib turib, ipga qo'yilyapti bu bir xil. Basseyn bitganda ham farsunkalari bir qator turadi. Shuning uchun. Hozir u yoqda videoni pauza qilib turaman. U yoqda turbani bolalar tayyorlab berayotganini hozir ko'rsataman. Ana, mana bu yerda ikkita shogird bola turbalarni bir-biriga ulab tayyorlab beryapti. Turbalarni ham spiskaga ro'yxatga yozganimizda
basen qildirayotgan odamga $3 metr deb yozsak, turbalar nimaga qimmat deydi. Shunaqa savollar bo'ladi. Bu turbasini qimmatligini sabablaridan bittasi bu mana o'zini kleyda ulanadi. Qasin turbalar buni qizdirib, utyukda payka qilinmaydi mana. Oddiy kley bo'ladi. Turetskiy pintash degan. Shundan surtab turib bir-biriga ulanadi. O'sha ulash bilan sirasi tayyor bo'ladi. Ikkinchi plus tomonlari bu muzlamaga, boshqaga chidamli bo'ladi. Moshni turba bo'ladi. Uchinchi plusi bu basenga qo'shiladigan ximikat, xlor, tabletka, pH, xullas ximikatlarga chidamli turba bo'ladi. Bir xilga oddiy plastmas bir xil aytadi. Bu turba yupqa ekan, qalinligi. Shuni oddiy oq turbadan payka qilib montaj qilsa bo'lmaydimi deganda, yo'q deymiz. Nima uchun? Sababi mana shu turbasi yupqa bo'lgani bilan bu o'sha seriyolari shu mustahkam bo'ladiki, uchamchaga mana sonormaydigan turba bu. Oddiy kanalizatsiya turbasidan emas. Buni shu ximikatlarda ham turba chirimaydi. Xullas shu montaj jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Bitgan joylarni birma-bir bitgunga qadar xudo xolasa video qilib boraveramiz. E'tibor uchun rahmat.